Ko'chatchining eng asosiy qiladigan ishi mana 1-avgustda mana ko'pdak payvandlarni boshladik. 9 oy, 10 oy, 1 yilda mana ko'chatlarni urug'larini ekib mana shu paytgacha mana bugun 1-avgust tayyorlab parvarishlab mana payvand ishlarini mana olib boryapmiz. Bu slivamiz Black Splendor navidan mana bu kurtelarni solib, xudo xolasa 2027-yili noyabr oylariga ko'chatlarini tayyorlaymiz. Mana istiqbolli yangi navlaridan mana payvand qilyapmiz. Bularni bir ko'rsatib qo'ying. Bu yerda 7 xil, 8 xil urug'larni ekib, yani urug'larini ko'chatlarni tayyorlaganmiz. 2026 yana bu yilga 2027-yilga tayyor ko'chatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'pchilik savol beradi, ko'chat necha yoshli deb. Payvand tagi mana 2 yashar bo'ladi. Tepasi 1 yoshli ko'chatlar bo'ladi mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.